eko jarayonida transferdan keyin homiladorlikning birinchi trimestrida va undan keyin ham suyuqlik ichishni nazoratga olish kerak. Biz ko'p suyuqlik ichishni tavsiya qilamiz. 2-2,5 litrni tashkil qilish kerak. Bu suyuqliklar, masalan, oddiy suvni iste'mol qila olmasa, turshak damlamasini, namatay damlamasini, ayron yoki go'ja, shunga o'xshash suyuqliklarni ko'proq iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Gazli mahsulotlarni, gazli ichimliklarni cheklaymiz. Achchiq, sho'r, nordon, o'ta shirin mahsulotlarni cheklab qo'yamiz. Hamda kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlarni biz tavsiya qilamizki, biz bilamizki, shu kletchatkaga boy yashil o'tlarda foliyaviy folatlar juda ham ko'p bo'lgani uchun karom, shpinat, bazilik, rayhon, shunga o'xshash yashil o'tli mahsulotlarni ko'proq salatlarga qo'shishni tavsiya qilamiz. Bu jarayonda ayollarga ichini qotirmaydigan narsalarni, ichini yumshatib turadigan, qabziyat keltirmaydigan narsalarni ko'proq iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Masalan, dukkakliklar ozgina ichi dam qiladi. Qorinda, ichaklarda gazlarni ko'p to'planishiga va bu qorin bo'shlig'ida diskomfortli og'riqlarga olib keladigan jarayon. Shuning uchun bemorlar xavfsirab, xavotirga tushib, qorinimda og'riq bo'lyapti deb murojaat qilishadi. Bu ko'pincha qorinda gazlarni to'planishi bilan bog'liq.